بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Qur'onni nozil qilar ekan, mana hammamiz bilgan mashhur qissa, Ramazonning 27-kechasida Hiro g'orida payg'ambarimiz yolg'iz turar ekan, Jibril alayhisalom bir kishi ko'rinishida keldida, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, mahkam quchoqlab qo'yib yuborib, "Ey Muhammad, o'qing" dedi. Iso alayhisalom bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar bo'lib kelgunga qadar o'tada o'tgan muddati 500 yildan oshiqroq vaqt bo'ladigan bo'lsa, 500 yildan beri osmon bilan yer o'rtasida to'xtab qolgan aloqa mana shu muborak kechada tikkalandi. Alloh taoloni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga nozil qilgan birinchi oyatidagi birinchi kalima o'qing degan so'z bilan boshlandi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Iqro bismi robbikallazi xalaq xalaqal insana min 'alaq. Iqro va robbukal akram allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Jibril alayhisalom payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mahkam quchoqlab qo'yib yubordida, o'qing dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ma'ana biqori. Men o'qishni bilmayman. Jabroil alayhisalom ikkinchi marta mahkam siqib qo'yibordida, yana o'qing dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men o'qishni bilmayman dedi. Uchinchi marta shunday siqib qo'yibordi, payg'ambarimiz nihoyatda bir mashaqqatga, qiyinchilikka kirdi. Uchinchi marta siqib qo'yib turib, o'qing dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimani o'qiyman? Shunda Jabroil alayhisalom Qur'oni Karimdagi birinchi bo'lgan oyatlar mana shu Alaq surasidagi birinchi 5 ta oyatni o'qib berdi. Insonni Allohdan yaratgan, insonni yo'qdan bor qilgan Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. O'qiring va Parvardigoringiz karamli bo'lgan zotdir. U insonga bilmagan narsalarini qalam bilan o'rgatdi. Bugungi suhbatimizning mavzusi ilm fazilati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Jabroil alayhisalom bir necha marta siqib qo'yishligining hikmati nimada? Mana bitta surani yodlashlikka yoki biror bir oyatni o'rganishlikka kirsak, albatta mashaqqat bo'ladi. Qiylanamiz. Harakat qilamiz, ozgina qiylanganimizdan keyin tashlab qo'yamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qiylanishligidan hikmat shuki, ilm o'qiyotgan odam albatta mashaqqat chekadi, albatta qiylanadi. Bu narsasiz ilmga yetishi bo'lmaydi. O'qib nima bo'larding? Bor, bozorga bor. Bor hunarni o'rgan. Maktabda nima qilasan deydigan odamlar ham oramizda yo'q emas. Ilm deganda siz bilan biz faqat diniy bilimni tushunmasligimiz kerak bo'ladi. Ilm insonni dunyo oxiratiga foyda yoki ziyonni o'rgatadigan narsa ilm hisoblanadi. Mana ilm ikkiga bo'linadi. Farzi ayn bo'lgan ilm, farzi kifoya bo'lgan ilm. Farzi ayn bo'lgan ilm kishi o'zini Robbisini tanishlikka, Alloh taoloning farz qilgan ibodatlarni ado qilishlik uchun zarur bo'ladigan darajadagi ilmni bilishlik farzi ayn. Endi uni ortidagi, undan ziyoda bo'lgan ilmni o'rganishlik farzi kifoyaki, agar boshqa odamlar bu ilm bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ba'zi odamlardan soqit bo'lishi mumkin. Xo'p, ilm nima uchun kerak? Mana suhbatimizning boshida o'qidik, yarfa'ullohu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirganlarni va ularning oralaridan ilm bergan kishilarni darajalarini yuqori qilib ko'taradi. Ilmli odamning darajasi Alloh taoloning huzurida yuqori bo'lishligini tushunamiz ushbu oyatda. Ilm nima uchun o'qiladi? Alloh taolo mana Tofatir surasida aytadi, astagfirullah, innama yaxshalloha min ibadihi al-ulama. Allohdan, Allohning olim bandalari ko'proq qo'rqadi. Ilm Allohni tanitadi. Allohni inson qanchalik tanirkan, undan qo'rqishligi ham shunga bog'liq bo'ladi. Allohni tanigan odamlar qo'rqadi Allohdan. Allohni kimlar taniydi? Ilmli odamlar. Ba'zida shunday ham bo'lib qoladiki, hamma ilmli ham qo'rqmayotganligini ko'ryapmiz. U ba'zi bir o'qib qo'ygan odamlar qilayotgan ishini qarasang, o'qib turib o'sha ishni qilgandan ko'ra o'qimasdan yurgan yaxshi ekan degan shuncha bo'lib qoladi. Yaxshilab bilib olaylikki, agar inson bir ilmni o'rgangan bo'lsa, diniy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin, agar mana shu o'rgangan ilmi insonni Allohdan qo'rqishlikka chaqirmayotgan bo'lsa, bu ilm emas. So'zimizni guvohi isbot qilib, Abdulloh ibn Abbosning quyidagi so'zini keltiramiz. Man lam yaxshalloha
laysa bi'alim. Demak, o'qib, yodlab ko'p narsani bilib qo'yishlik yoki ko'p narsani gapirib qo'yishlikda o'zingizga ilm emas. Chunki o'qib yodlab qo'yishga kelsak, bu siz bilan biz o'rganayotgan narsani boshqa xalqlar ham o'rganyapti. Kim Allohdan qo'rqmasa, bu odam olim emas dedi Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Kim olim? 2 ta narsani biladi, 3 ta narsani biladi, ko'p bilmaydi. Shu bilganiga amal qilib Allohdan qo'rqyaptimi? Demak, shu odam olim. Ko'p o'qigan, ko'p yodlagan, lekin amal qilmayotgan, Allohdan qo'rqmayotgan kishi olim deb hisoblanmaydi. Endi ba'zi bir kishilar bo'lishi mumkin, bir ilm o'qigan, ilm unga foyda qilmagan. Hayotida uni ilmi borligi ko'rinmaydi. Qilayotgan amallarida, sulukiyatida, turmush tarzida ilm o'qiganligi alomatlar birortasi bilinmaydi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytadi: "Agar ilm sizga foyda bermasa, demak sizga zarar qiladi." Qanday tushunish kerak bu so'zni? Ilm ana shu diniy bilim bo'lsin. Halolni, haromni, oq qorani taniganingizdan keyin shu ilm haromdan tiyishlikka, taqvoga, ibodatga yetalamayotgan bo'lsa, bu ilm sizga foyda qilmaydi, aksincha zarar qiladi. Ya'ni o'qib qo'ydingiz, bilib qo'ydingiz, endi javobgar bo'lasiz. Bu ilm siz ziyoningizga ishlaydi. Mana aytdik, qo'rqmagan odam ilmli odam deb hisoblanmaydi. Bir inson bir ilmni o'qib qo'ygan bo'lsa, lekin shu ilmiga amal qilib Allohdan qo'rqmayotgan bo'lsa, qanday ziyon qilishi mumkin? Bu insonda kibr paydo bo'ladi. Ilm agar insonga singsa, hayotiga bir o'tgan bo'lsa, bu odamni siniq, kamtar qiladi. Aksincha, agar bu ilm singmagan bo'lsa, insonni mutakabbirlikka olib boradida, birov bir narsani gapirsa, bir oyat hadisni gapirsa, men ham bilaman degandaqa buni shuni ko'tarib turaveradi. Ilmiga amal qilmagan odam olim deyilmaydi. Ko'p bilmasa ham, ozgina bilganiga amal qilgan odam ko'p bilmasa ham olim deyiladi. Chunki Allohdan qo'rqmagan odam olim bo'lmasa, demak Allohdan qo'rqqan odam olim bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana mashhur hadis: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin." Har bir erkak va ayolga, musulmon bo'lgan erkak va ayolga ilm o'rganishlik farzdir. Farz degani mana amallar 8 ga bo'linsa, farz shunday amalki, qilgan odam farz amalini savob topadi. Qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Farzni qilmasa bo'lar degan odam kofir bo'ladi. Namoz farz. O'qigan odam savob topadi. O'qimagan odam gunohkor bo'ladi. Namoz o'qimasa bo'laradi degan odam kofir bo'ladi. Aroq harom. Aroqni ichgan odam gunohkor bo'ladi. Ichmagan odam savob topadi. Aroqni halol degan odam kofir bo'ladi. Ichgan odam kofir bo'lmaydi. Halol degan odam kofir bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, ilm o'qib nima bo'larding? Ilm kerak emas hozirgi zamonda deyotgan odam Alloh saqlasin. Mana shu hadisda ostiga kirib qolishiga xavfi bor. Siz o'qiy olmayotgan bo'lsangiz ham, siz bolangizni ilmga bera olmayotgan bo'lsangiz ham, nima keragi bor deyishlik to'g'ri emas. Biz bu yerda ilm deganda faqat diniy bilimda nazar tutmayapmiz. Maktabdagi o'qishni ham aytyapmiz. Maktabda o'qib nima bo'ladi deb turib, farzandini maktabdan chiqarib olayotganlar bilib qo'ysinki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmasiga ochiq xilof ish qilyapti bular. Maktabda o'qishlik kerak. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana mashhur hadislarida utlubul ilma walau bisin degan. Mana maktabda o'qishlikka hujjat nima? Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar dedi payg'ambarimiz. Xitoyda qanaqa ilm bor? Aytinglarchi? Diniy bilim bormi? Yo'q. Qanaqa ilm bor? Dunyoviy ilm bor. Kimiyani bilar, fizikani bilar, ip ishlab chiqarishi bilan, qo'riqni ishlab chiqargandir shular. Dunyoviy ilmlarmi Xitoyda bor? Payg'ambarimiz o'sha Xitoydan bo'lsa ham nima qilinglar? Ilm o'rganinglar. Demak, ilm deganda faqat dinni tushunmaylik. Albatta diniy ilm birinchi o'rinda turadi, orqasidan dunyoviy ilm turadi. Maktabdan bolalarini man qilayotgan odamlar payg'ambarimizning ko'rsatmasiga xilof ish qilyapti. Yaxshilab bilib qo'ysin shu narsani. Chunki Xitoyda diniy bilim yo'q, dunyoviy ilmdan boshqa narsa. Nabiy sallallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi bo'lgan hadis Muaviya roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Alloh bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, shu kishiga dinni tushunishlikni berib qo'yadi. Namoz o'qiydi 30 yildan beri, nimaligini tushunmaydi. Roza tutadi har yili, hikmatini bilmaydi. Qur'on eshitadi, ma'nolarga tushunishlikka harakat ham qilmaydi. Dinni tushunmaydi, hamma qilayotganligi uchun qilaveradi. Bu odamda yaxshilik yo'q. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga dinni fahmlashlikni beradi. Ali roziyallohu anhu
payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana muttafaqun alayh bo'lgan hadis aytadiki: "Favallohi la an yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun min humurin ni'am." Hammamiz mana savobli amallarni qidirib yuribmizda, qaysi savobni qilsak ko'proq bo'ladi. Qaysi ish bizga boshqa ishdan ko'ra ko'proq savobni olib keladi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki: "Ey Ali, bir kishini Alloh siz tufayli hidoyat qilib qo'ysa, ya'ni Alloh bugun hidoyat qilish kerak edi shu bandasini, siz sabab bo'lib qoldingiz. Siz uchun quyoshning nuri tushgan narsani hammasidan ko'ra yaxshiroq shu ish." deydi. Boshqa oyatlarda qizil tuyadan ko'ra yaxshiroq deydi. Bir kishi ikkinchi kishini islomiga sabab bo'lishiga albatta ilm kerak bo'ladi. Ilmli bo'lishi shart da'vat qilayotgan odam. Chunki nimani da'vat qilayotganligini bilsin. Kishida ixlos bo'lishiga eng zarur narsa savobli amal qilishlikdan buni insonning qalbida faqat Alloh uchun degan niyat bo'lishi kerak. Bu ixlos deyiladi. Lekin ixlosdan burundan bitta narsa turadi. Bu ilm deyiladi. Mashhur qissa. Ayiq o'zini xo'jayinini uxlayotganda o'tirib, qo'rlab o'tiribdi o'rmonda. Yoshligidan ayiqni olgan, tarbiya qilgan, o'ziga qorovul qilib olgan. Xo'jayin o'rmonda uxlasa, boshqa yirtqich hayvonlarni keltirmaydi, ayiq qo'rib o'tiradi egasini. Ixlosi baland xo'jayiniga, yaxshi ko'radi. Lekin ayiq bir marta pasha kelib betiga qo'ndi xo'jayinini. Xo'jayinini bezovta bo'lishini xohlamadi, pashani bir marta haydadi ayiq. Pasha yana aylanib qaytib kelib qo'ndi. Ikkinchi marta haydadi ayiq. Ayiq ketdi. Uchinchi marta kelganda bu pasha o'ldirmasam xo'jayinni bezovta qiladi dedi, qo'liga katta xarsen toshni oldi, poylab turdi. Pasha keldi, xo'jayinini boshiga qo'yganda, pashani qo'shib xo'jayinni tosh bilan o'ldirib qo'ydi. Mana shu ishi bilan ayiqda ixlos yo'q deb ayta olasizmi? Ayiqda albatta ixlos bor. Xo'jayiniga bo'lgan muhabbatidan o'ldirdi pashani. Lekin ayiq bo'lganligidan, ilmidan, fahmdan bexabar bo'lganligi uchun foyda emas, ziyon qilib qo'ydi. Xuddi shunga o'xshagandek, biz nima ish qilishligimizdan burun mana shu narsaning ilmini bilishligimiz shart. Chunki Alloh taolo o'qing deyapti. Ilm o'rganing deyapti. Hidoyatiga sabab bo'lishi uchun birodarlar ilm kerak bo'ladi. Ilm bu Alloh taolo buyurgan birinchi ibodat deb aytdik. Mashhur bo'lgan hadis Imom Buxoriy rivoyati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Qaysi bir uyga deydi, Allohning uylaridan bir uyda odamlar to'plansa, Allohning kitobini o'qib o'rgansa, o'zaro muzokara qilib dars qilishsa, bu uyga Alloh taoloning rahmati yog'adi. Farishtalar bu uyni o'rab oladi. Allohning xotirjamligi tushadi. Farishtalar mana shu majlisda o'tirganlarda bitta ismlarni yozib, Alloh taoloning huzuriga ko'tariladi va ular haqida xabar beradi." Bu mashhur hadis. Alloh subhanahu va taologa falon bandalar falonchining uyida o'tiribdi, seni zikr qilishyapti. Alloh so'rar ekan, bu ilm o'rganayotganlar nimani orzu qilyapti? Parvardigori seni jannating. Alloh bilyapti nimani orzu qilayotganini bu ilmni o'qiyotganlar. Jannatni ular ko'rganmi? Bu hadis. Yo'q, ko'rmagan. Agar ko'rganda qanday bo'lardi? Jannatga bo'lgan shavqlar yana ham ziyoda bo'lardi. Ular nimadan panoh so'rayapti? Alloh biladi. Lekin farishtalardan eshitib qolyapti. Seni do'zaxingdan qutulishingni xohlayapti. Ular do'zaxni ko'rganmi? Yo'q, ko'rmagan. Agar ko'rganda qanaqa bo'lardi? Undan panoh so'rashi yana ham qattiqroq bo'lardi. Guvoh bo'linglar dedi Alloh. Shu majlisning ulug'ligidan ularni hammasini gunohlarini kechirdim. Ilm majlisining fazilati shunday ulug' ibodat. Shunda Parvardigor bir bandang u yerga o'zini bir hojati bilan kelgan, ilm uchun kelmagan, uni ham kechirasanmi desa, bu majlisning fazilatidan ana shu odamdan mahrum bo'lmaydi, uni ham gunohini kechiradi. Adashib kirib qolgan odam ilm majlisiga gunohlari kechirilib ketsa, niyat qilib kelgan odam qanday bo'ladi? Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis muttafaqun alayh. La hasada illa fi ithnatayn. Mana hasad degan darsda o'tganmiz. Hasad bilan havasning farqi bor. Payg'ambarimiz ikki xil odamga hasad qilish mumkin deydi. Bu yerda hasad havas ma'nosida. Hasad bilan havasning qisqacha farqi. Hasad ro'parangizda turgan odamda bor ne'matni yo'q bo'lib, sizga o'tib qolishini xohlashligingiz hasad. Ro'parangizda turgan odamdagi ne'matdaqa ne'mat sizda ham bo'lishligini xohlashligingiz havas. Endi havas ham mumkin emas dedi payg'ambarimiz. Faqat ikkita odamga havas qilish mumkin. Rajulun atahu Allohu malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq. Alloh bir bandaga pul bergan, shu pulini Allohning roziligi yo'lida sarf qilishdan to'xtamaydi. Va rajulun atahu Allohul hikmata fa huwa yaqdi biha va yuallimuha. Ikkinchi bir odamni havas qilish mumkin, Alloh unga ilm bergan,
shu ilmi bilan hukm qiladi va shu ilmini odamlarga o'rgatadi. Undan boshqa hech kimi havas qilib bo'lmaydi. Qaranglar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boyni pulini havas qilishda aytmayapti. Shu pulini Allohning roziligida sarflayotgan joyini havas qilishda aytyapti. Ilmli odamda ham havas qilishda aytmayapti. Shu ilmini amal qilib ilmiga, odamlarga o'rgatayotgan joyini deyapti. Chunki sizga o'sha pulni bersa, shunday qila olasizmikin? Yoki sizga shu ilmni bersa, takabbur bo'lib ketmasmikin siz? Havas qilinadigan ikkita: ehsonli boy va ilm o'rgatayotgan olim. Mashhur hadis Imom Muslim rivoyati Abu Hurayradan rivoyat qilingan: "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Odam bolasi o'lar ekan, hamma amali to'xtaydi. Savobi ham, gunohi ham. Faqat 3 ta amali bor, o'lgandan keyin ham insonga savob borib turadi shundan. Birinchisi sadaqatun jariya. Odamlar foydalanib turgan bir sadaqasi. Ko'prik qurgan, yetimxona qurgan, bir maktab qurib bergan, shifoxona qurgan, odamlarga manfaati tegib turadigan sadaqasi bor. To shu bino yo'q bo'lib ketguncha qabrda yotib, uni savobidan foydalanib yotadi. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Yoki odamlarga bir ilm o'rgatib ketgan, shu ilmidan odamlar foydalanyapti. Yana qaytaramiz, dunyoviy ilm ham keladi bunga. Bir odam optoqni yorug'ligidan tok chiqarishni o'rgatib ketdi odamlarga. Ilmmi bu? Odamlar foydalanadigan ilmmi? Demak, ajr bor bunga. Albatta diniy bilimda biz tushunmaylik bu narsa. Xitoydan nimani o'rganamiz? Xitoydan dunyoviy ilm deyapti Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Va avvaladun solihun yad'ulahu. Orqasidan borib turadigan 3-savob eshigi bu orqasidan kishi o'lgandan keyin orqasidan qiladigan solih farzandning duosi. Mana Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, kechasi bilan qiyomul laylda turib uxlamasdan ertamangacha qiyomul layl qilib chiqqandan ko'ra bitta masalani ilm orqali o'rganib hal qilib olganim menga afzalroq deydi. Kechasi bilan namozda turgan odamdan ko'ra 1 soat ilm o'rgangan odamning savobi ko'proq bo'ladi. Qasinisi oson. Basra ahli to'planishdida bir suhbatda talashib qolishdi. Ba'zilar aytdi, ilm afzal desa, ba'zilar aytdi, moli dunyo afzal. Shunda Abdulloh ibn Abbosga elchi jo'natishdi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu oldiga kelib, ana shu elchi aytdiki, biz basraliklar ilm afzalmi yoki moli dunyo afzalmi degan mavzuda talashib qoldik. Qaysinisi afzal dedi? Ilm afzal dedi. Elchi, "Xo'p, shu gapingizni aytaman. Hujjat talab qilsa nima deydi?" desa, aytadi. Ilm anbiyolardan, payg'ambarlardan qolgan meros. Pul esa, mol esa Fir'avn, Qorunga o'xshaganlardan ham qolgan ilm, boylik. Ilm seni qo'rg'ilaydi. Sen boylikni qo'rg'ilaysan. Ilmni Alloh taolo faqat yaxshi ko'rgan bandalarga beradi. Moli dunyoni esa yaxshi ko'rganiga ham beraveradi, yomon ko'rganiga ham beraveradi. Ba'zida yomon ko'rgan bandasiga ko'proq berib qo'yadi. Ibn Abbos davom etadi. Moli dunyo sarf qilinsa ozayadi, lekin ilm sarf qilinsa ko'payadi. Mol egasi o'lishi bilan odamlar bu mol egasini eslamay qo'yadi. Lekin ilm egasi vafot qiladigan bo'lsa, uni ismi, nomi bir necha asrlargacha zikr qilinadi. Mana Buxoriy, Termiziy deyapmiz, Imom Navaviy. Qancha o'tib ketdi bo'ladi o'lganiga. Lekin ismlarni aytganda Alloh zotlarni rahmat qilsin deyapmiz. Qancha boylar o'tdi. Lekin hammasi zikr qilinadimi? Mol egasi har bir topgan puliga javob beradi. Har bir sarf qilgan puliga javob beradi. Lekin ilm egasi shu ilmni o'rgatgan bo'lsa, shu ilm o'rgatishlik yo'lida aytgan har bitta so'ziga ajr oladi. Har bitta so'zi uni ilm darajasini, Allohning huzuridagi martabasini ko'taradi. Mana shu sabablarga ko'ra dedi Abdulloh ibn Abbos, moldan ko'ra ilm afzal dedi. Abu Dardo roziyallohu anhu odamlar ikki xil bo'ladi dedi. Yo ilm o'qitayotgan bo'ladi, yo boshqalar bo'ladi. Ikkinchisi yaxshilik yo'q dedi. Inson yo olim bo'lish kerak, yo ilm o'rganuvchi bo'lish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mashhur hadis: "Kun aliman, aw muta'alliman, aw mustamiyan, aw muhibban, va la takun hamisa illa fatahlak." Yo olim bo'l, yo ilm o'rganuvchi bo'l, yo o'rgangani vaqtingiz bo'lmasa eshituvchi bo'l, hech bo'lmasa. Telefonga qo'yasiz, telefonga yozib olasiz, xolos eshituvchi bo'l. Endi eshitgani ham vaqting bo'lmasa yaxshi ko'ruvchi bo'l. Bora olmayapsan darsga, masala eshita olmayapsan, ilm o'rgana olmayapsan, eng kamida shu ilmni yaxshi ko'ruvchi bo'l. Beparvoni urma degani 5-inchisi. 5-inchisi bo'lma.
halok bo'lasan. Ilmga beparvo bo'lma deydi. Ilmga beparvo bo'lgan odam halok bo'lishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis orqali aytilgan. Luqmon Hakim o'zini o'g'liga nasihat qilar ekan, "Ey o'g'lim" deydi. Ulamolarning majlisiga qisilib bo'lsa ham, tiqilib bo'lsa ham kirib o'tiring. Chunki Alloh taolo osmondan tushgan suv bilan yerda tiriltirganidek odamlarning qalblarini olimlarning suhbati bilan tiriltiradi dedi. Mana shu majlisga kelganlar hozir hammani o'ziga yetarli xursandchiligi bor, muammosi bor, haqqi bor ololmayotgan, qarzi bor, hammani g'ami bilan kelgan. Lekin yarim soat Allohning zikri bo'lgandan keyin qarabsizki, hammaning qalbi bir xil bo'lib qoladi. Nimaga? Vallazina iza zukirallohu wajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan va ala robbihim yatawakkalun. Meni bandalarim deydi Alloh. Agar Allohni eslatsa ularga vajilat qalblari yumshaydi. Va iza tuliyat alayhim ayatuhu Allohning oyatlarini o'qib bersang zadatuhum imanan, iymonlarga iymon qo'shiladi. Keyin nima deydi? Va ala robbihim yatawakkalun. Allohga tavakkal. Haqiqatan men nima qilyapman, Alloh aytgani bo'ladi-yu. Men sababini qilyapman deydi-da, xotirjamlikni topadi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar Allohning zikri bilan xotirjamlik topmaydimi deb Alloh so'rayapti. Insonning chanqog'i suv bilan qoladigan bo'lsa, insonning qalbini chanqoqligi Allohning zikri bo'ladi. Allohning zikri bo'lgan joyda hammaning qalbi bir xil orom oladi. Agar bu qalb g'ofil bo'lmasa, Alloh muhrlagan bo'lmasa. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ikki xil odam to'ymaydi deb aytadi. Pul qidirayotgan odam to'ymaydi, ilm qidirayotgan odam to'ymaydi. Endi bu ikkovini to'ymasligini ko'ring. Abdulloh ibn Mas'ud aytadi, boy moli dunyo qilgan kishi, moli dunyosi ko'paygan sari Allohdan norozilik sifati ziyoda bo'lib boradi. Kalla innal insana la yatgha arrahu istagna. Ko'rmaysiz insonni dedi, dunyosi ko'paygan sari tug'yonga ketayotganligini ko'rasiz buni deydi. Hayotda misol aytish hojati yo'q. Puli ko'paydimi? Yana 4 so't yetyapti, 6 so't. 1 etaj yetyapti, 2 etaj. Bitta mashina yetyapti, 2 ta. Hatto 1 yilda uyini 3 xil remont qiladiganlarni ham eshitib qolyapmiz. Chunki yangicha remont chiqibdi desa, buzib tashab turib, bu tug'yon bo'lmaydimi bu? Haddan oshlik bo'lmaydi. Demak, dunyo quvgan odam dunyosi ko'paygan sari tug'yoni ziyoda bo'ladi. Ilm quvgan kishi esa ilm o'qigan sari, ilmi ko'paygan sari sinig'iligi va Allohning bergan kuniga rozilik sifati ziyoda bo'ladi. Chunki Allohni tanigani sari, Allohga yaqin bo'lgani sari hidoyat degan ne'matini Alloh juda ko'p bandalarga bermaganligini ko'rgandan keyin albatta rozi bo'ladi. Tarixda avvalgi o'tgan ummatlarning holidan xabardor bo'lgandan keyin o'shalarni qatorida qilib bo'lmaganiga Allohga hamd aytadi. Ilmi ko'paygan sari inson rozi bo'ladi, dunyosi ko'paygan sari inson tug'yonga ketadi. Abdulloh ibn Mas'udning so'zi. Endi shuncha ilmli odam turibdi, sen o'qib nima bo'larding bolam, bak, xuddi top. Shuncha ilmli odam ko'p ilmli odam. Qori ham bor, mulla ham bor degan odamlar bo'lsa, eshitib turaylik. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida, mana yosh bola edi. Vafot qildi. Ansorlardan bo'lgan bitta kishi bilan gaplashib turib aytdiki, birodar dedi, yuring dedi. Hozirgi zamonimizda dedi, payg'ambarimizning sahobalari ko'pi tirik. Shular hali ketib qolmasdan turib, shulardagi ilmni olib qolaylik dedi. Desa haligi ansoriy aytdiki, "Ey Abdulloh" dedi, "Nima qilasiz? Bu narsa bilan ovorulab. Shuncha ilmli odam turibdi-yu" dedi. Ya'ni payg'ambarimizning sahobalari ko'p. Sizni bu harakatingizga kim ehtiyoji bor? Deb qo'yavering dedi. Ibn Abbos bu kishini qo'ydida sahobalarni bitta-bitta yurib, kimisida qanaqa ilm bo'lsa o'rgandi. Abdulloh ibn Abbos o'zi haqida rivoyat qilib aytadi, Bidoya va Nihoya kitobida keltirilgan. Men dedi, payg'ambarimizdan bitta sahoba falon hadisni bilar ekan desa, borardimda eshigini tagida o'tirar edim. To'nimni tagida yo'qib o'tiraman, shamol kelib yuzimga turpoli qumni uradi, hamma yo'g'im chang bo'lib ketadi, o'tiraman dedi. Qaranglar, Abdulloh ibn Abbos payg'ambarimizning amakisining o'g'li, eng habrul umma bo'lgan kishi ilm biladigan sahobani eshigini tagida o'tiradi. Chaqirmayapti, chiqishini kutib o'tiribdi. Meni dedi, hammasi yaxshi ko'radi sahobalar dedi. Eshikni shunday ochib chiqardida, "Ey Rasulullohning amakivachchasi, ana bu yerda o'tirib siqiylanib, bir og'iz aytsiz, men borardim oldingizga" desa, bu ilmni olishlikka kelgani men ko'proq haqliman. Nima endi qoraka, o'qiganingizdan keyin o'qitasizda bizga. Nima o'qitdilar ilmni? O'qitasizda, nima? Bizga gapirmasa, senga shunaqa eshitib qolamizda.
Bizga gapirmasangiz kimga gapirasiz? Birodarlar, ilm sizni istab kelmaydi. Siz ilmni istab borasiz. Abdulloh ibn Abbos o'tiribdi eshik tagida. Shunday asnoda juda ko'p ilmni o'rgandi va bir zamonlar o'tdi, sahobalar juda ko'pchiligi vafot etdi. Abdulloh ibn Abbos shunday ilm to'plandiki, eshigini tagida odamlar kilometrlab o'chib turadigan bo'ldi. Haftaning 7 kunini 7 xil ilmga bo'lib qo'ydi. Bugun Qur'on tafsir haqidagi ilm beriladigan kun. O'tiradi odamlar 200-300 odam eshikda. Ertasi kuni fiqhdan, aqidadan. Shunday ilm to'plangandan keyin odamlar shunday to'planib eshikda o'rganganligini ko'rgan hali kishi Ibn Abbos mendan bari to'g'ri ish qilgan ekanlar. Shuning uchun sen o'qib nimalar, qayerdan bilasiz, ehtimol sizni boringizdan shunaqa bir olim chiqar. Siz eshigini yopib qo'yapsiz, bor, pul topdi. Bolada o'qishlikka layoqat bormi? Xoh diniy bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin ilm. Ilmga rag'bati bormi? Yo'laylik. Chunki payg'ambarimizning buyrug'i bu. Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rgan degan. Vaqtimiz ozroq qolyapti, lekin ozgina narsa bor edi. Mayli qisqaroq gapirishganimizdan shu bilan darsimizga nihoya yasaymiz. Ibrohim Balxiy Xurosoniy o'zini shogirdi Xotimul Asamdan mana men uyimda necha yildan beri ta'lim olyapsiz dedi. Shogird aytdi 30 yildan beri. 30 yilda nimani o'rgandingiz desa, 8 ta narsani o'rgandim. 8 ta masalani o'rgandim. 30 yil meni umrimni yarmini men bilan birga o'tkazib turib, bor yo'g'i 8 ta masala o'rgandingizmi? Ilmda bu 8 ta ilm. Desa, "Endi ustoz, o'rgangan narsam shu 8 ta, yolg'on gapirgim kelmaydi" dedi. "Nimani o'rgandingiz?" dedi. Diqqat qiling, 30 yillik umrda 8 ta masalani o'rganibdi. Birinchisi, mahluqotlarga qaradimda hammasi nimanidir yaxshi ko'rar ekan. Shu yaxshi ko'rganini orqasidan quvur ekan. Lekin odamlar yaxshi ko'rgan hamma narsasi inson o'lganda yerda betda qolib ketar ekan. Men o'zimni yaxshi ko'rgan mahbubimni savobli amallarda tushundim. Savobli amallarni istadim, qabrga men bilan birga kirar ekan. Birinchisi. Ikkinchisi, Alloh taoloning "Va amma man xofa maqoma robbihi va nahan nafsa anil hawa" kim Allohning maqomidan qo'rqib, o'zini havosini nafsidan tiygan kishiga albatta Alloh taoloning jannatul ma'vosi bor degan oyatini o'qidim. Va ikkinchi o'rgangan narsam havodi, o'zimni havoy nafsimi xohishlardan tiyishni o'rgandim. Nafsimni havodan tiydim, nafsim Allohning ibodatiga bo'yinsundi dedi. Ikkinchisi nafsini tiydim dedi. Uchinchisi, har bitta inson dunyoda qadrli deb bilgan narsasini to'plar ekan, jamlar ekan. Va Alloh taoloning oyatini o'qidim. Ma indakum yanfad va ma indallohi baq. Sizlardagi to'plagan hamma narsalar bir kun yo'q bo'lib ketadi. Allohning huzuridagi narsa abadiy qoladi. Allohning oldiga olib ketadigan narsani jam qildim. Men uchun qadri bor narsa Allohning huzuriga o'tadigan narsa. Savob to'pladim dedi. To'rtinchisi, odamlar dunyoda puli bilan, ota-bobosi bilan, chiroyi bilan, quvvati bilan, amali bilan faxrlanar ekan. Men Alloh taoloni inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarni eng hurmati balandinglar, ko'proq qo'rqaninglar degan oyatini o'qidim, shunga amal qildim. Men nasl-nasabim bilan ham, pulim bilan ham, chiroyim bilan ham faxrlanmadim. Taqvoga intildim, chunki Allohning huzuridagi eng hurmatli banda taqvoli ekan. Beshinchisi, mahluqotlar bir-birini o'ldirar ekan. Bir-biriga ta'na berar ekan. Bir-birini g'iybat qilar ekan. Sababini bilsam, hasad qilishar ekan bir-biriga. Hasad nimadan? Alloh narigi bandaga ko'proq ne'matni berganligidan norozi bo'lganligi uchun hasad qiladi. Men Allohning quyidagi oyatini o'qidim. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. insonlarning dunyodagi hayotini biz taqsim qildik deyapti Alloh. Uni boy qilgan, seni kambag'al qilgan Alloh. Hasad qilmadim. Allohning taqsimini nima qildim? Rozi bo'ldim. Ko'ra olmaydi odamlar bir-birini. Oldincha o'rgangan narsasi nima bo'ldi? Odamlar bir-ikkinchisiga dushmanlik qilar ekan. Meni dushmanim bitta ekan, shayton ekan. Odamlarning hech qaysiga dushmanlik qilmadim, chunki shayton ekan meni dushmanim, odamlar emas. Menda bitta g'irtmagimiz ham endi aka do'st dushmanni oldi xijolat qilmang deydi. Ya'ni do'sti ham odamlardan uni, dushmanlari ham odamlardan. Alloh taolo nima degan edi? Inna shaytona lakum adu fattakhiduhu adu. Sizlarning dushmaninglar yagona, bu shayton degan edi. Shaytonni dushman qilib olinglar degan edi. Meni dushmanim yo'q shaytondan boshqa dedi. 7-chi o'rgangan narsam, dunyoga kelganki odam bir tishlam non uchun mehnat qilar ekan. Luqma uchun halolga haromga kirar ekan. Men Allohning quyidagi oyatini o'qidim.
Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Yerda o'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasida debdi. Men ham o'sha jonivorlarning bittasimanmi? Demak, meni ham rizqim Allohning zimmasiga ekan. Rizq haqida g'am qilmadim dedi. 8-inchisi hamma nimagadir suyanar ekan. Kim puliga, kim otasiga, kim ulfatiga, kim olib qo'ygan ko'miriga. Yaxshi ham ko'mir olib qo'yganim qimmatlab ketdi. Bir yil qishda soqatmaymiz. Xudo xolasa nimaga? Ko'mir olib qo'yamiz. O'zopiyani ya'ni qarangki, biz shu ozgina dunyo matoyimizga suyanamiz. Falonchi oshnam bor, bitta telefon qilsa qilib beradi, olib kelib beradi. Alloh taolo aytibdi: "Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu." Odamlar bir-birlariga suyanayotganda yoki bir narsalarga suyanayotganda, men faqat Allohga suyanish kerakligini tushundim. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Alloh bu bandasini hisobiga o'zi kifoya qiladi. Mana shu 8 ta narsani o'rgandim dedi. Ibrohim o'zini shogirdi Xotimga aytadiki, "Bolam" dedi, "Men Tavrot, Injil, Zaburni o'qidim va mana shu to'ralar va Qur'onni, to'ralar kitobdagi hamma ma'nolar mana shu 8 ta oyatda jamlanadi. Haqiqiy ilmni o'rganibsiz" dedi. Xulosalaymiz. Birinchisi, insonga eng yaqin mahbub uning hasanotlari. Ikkinchisi, nafsini havodan tiyishligi. Uchinchisi, Allohning huzuridagi narsa boqiy, dunyodagi narsa foniyligini bilishlik. To'rtinchisi, eng hurmatli banda taqvodor bandaligini bilishlik. Hasabgo'y bo'lmaslik, chunki Allohning taqsimiga rozi bo'lish kerak. Oltinchisi, shayton insonning yagona dushmani. Insonning dushmani bitta, shayton. Yettinchisi, rizq Allohdan ekan. 8-inchisi, Allohga suyanishlik kerak ekan. Mana shu oyatning 8 ta narsa ilm o'qigan, 30 yil ustozdan ta'lim olgan odamda bor. Ilmni bir chekkaga surib qo'yayotgan. Hozirgi zamonda ilm o'qishlik kerak emas. O'qib nima bo'larding? Falonchi o'qiganlarni ko'rdim deyotganlar yaxshilab bilib olsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam erkak ayolga ilm o'rganishlik farz degan. Xoh diniy bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin. Islom Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mana oyatlar nozil bo'ldi. Birinchi nozil bo'lgan oyatlar Iqro bismi robbikallazi xalaq. Sizni yo'qdan bor qilgan, alaqdan yaratgan, Karim bo'lgan Parvardigoringiz nomi bilan o'qing dedi. Islom siz bilan bizni ilm olishlikka, ta'limga buyuradi. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzalarga maqsadga muvofiq qilgan bo'lsin.